$1100 puli borga 2021-yilda ishlab chiqarilgan Chokko Svetdagi Cobalt mashinamiz kelib qoldi. Mashinamiz ikkinchi paytsa mexanika korobkasidan bo'ladi. Kraskalari 100% top-toza holatda ekan. Shu joyga ozginagina ishlat tushgan joyi bor ekan. Mashinamizga 4 yumshoq charmxo'dan balonlar qo'yilgan. Undan tashqari 4 eshiklari polnisti ustiloydan shumkalargacha qildirib qo'yilgan ekan. Ichki holatlariga keladigan bo'lsa, yaxshi holatda turibdi, torpeda, ashibga tiniq holatda turibdi ekan. Poli chexollargacha qildirib qo'yishgan ekan. Qaranglar, chexol holatlari ham zo'r holatda ekan. Yurgan probilari 165 ming bo'pti. Mashinamizga Android monitorlar qo'yilgan. Aytib o'tganimdek, mana ikkinchi paytsa mexanika korobkasidan kuzov holatlari ham tiniq holatda turibdi. Polirovkalarigacha qildirib qo'yishgan ekan mashinamizni. Orqasida kengina bagaji bor, 48 talik injektor propellargacha qo'yib berilgan oxirgi pokoleniyasidan. Motor hadovoyda ham umuman kamchilik joylari yo'q deyapti. Tan narxiga keladigan bo'lsak, tan narxini egalari $9600 ga berib olamiz deyapti. Undan tashqari xohlovchilar uchun $1100 bilan, xohlovchilar uchun $3200 bilan ham bankdan nomlangacha bo'lib chiqadigan xonasi bor ekan. Ma'lumot uchun egalar nomerni pastda qoldiryapman, aloqaga chiqib bemalol baraka qilishlari mumkin.